Assalomu alaykum. Toshkent kimyo texnologiya instituti neft gazini qayta ishlash texnologiyasi fakulteti 22-23 guruh talabasi Habibullayev Sardorbek bo'laman. Bugungi mavzuyimiz metanni konversiyalab vodorod ishlab chiqarish hisoblanadi. Metanni suv bug'lari bilan reaksiyaga kirishtiradigan bo'lsak, uglerod oksidi va vodorod gazlari hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan uglerod oksidiga yana suv bug'lari reaksiyaga kirishtiradigan bo'lsak, karbonat angidrid va vodorod gazlari hosil bo'ladi. Bu bizga yetarlicha gidro tozalash jarayonida yetarlicha vodorod olish uchun yordam beradi. Ushbu texnologik sxemada o'sha neft zavodidagi gazlarni bug'li katalitik konversiyalab vodorod ishlab chiqarish qurilmasi sxemasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda neft zavodlaridagi gazlar 10-kompressor yordamida 2,5 megapaskal bosimda siqilgan holatda 7-isitgichga yuboriladi. 7-isitgichdan 2 va 3 reaktorlarga oltin gurgitli birikmalardan tozalash uchun yuboriladi. Tozalangan gaz 11-aralashtirgichga keladi. Bu yerda harorat 400 gradusdan 500 gradusgacha ko'tariladi. 11-aralashtirgichdan 12-o'choqqa kelib tushadi. O'choqda nikel katalizatori ishlatiladi. Bu jarayonda biz 830-880 gradus temperaturani olishimiz uchun tutun gazlarni yoqishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz 4-havo puflagich va 6-issiqlik almashtirgich yordamida havo beramiz va 830-880 temperatura hosil bo'ladi va bosim 2,5 megapaskalni tashkil qiladi. Yongan tutun gazlari 9, 8 va 7-isitgichlar orqali 6-issiqlik almashtirgichga keladi. Issiqlik almashtirgichdan 5-tutun yig'gichga yig'iladi. Yig'ilgan tutun gazlari 1-tutundan orqali chiqarib yuboriladi. Endi 12-o'choqdagi bu gazlar aralashmamiz 13-issiqlik almashtirgichga keladi. 13-issiqlik almashtirgichdan 14-reaktorga kelib tushadi. Uglerod oksidining past haroratli reaktoriga kelib tushadi. Bu yerdan 14-reaktordan temir xromli katalizator jarayonida ishlatiladi. 14-reaktordan past haroratli konversiyasi uchun uglerod oksidining 16-reaktorga kelib tushadi. Reaksiyaga kirishmagan karbonat angidrid va bug' gazlari reaksiyaga kirishmagan karbonat angidrid va bug' gazlari o'zida ko'p miqdorda vodorod saqlaydi. Keyin 15 va 17-issiqlik almashtirgichlar orqali karbonat angidrid kaliy karbonat issiq eritmasi bilan birga 18-adsorbirga tozalash uchun boriladi. Bu yerda vodorod gazi 25-issiqlik almashtirgich va 23-sovutgich orqali sovutilib 24-kompressorga keladi va 24-kompressordan chiqarib yuboriladi. Kaliy karbonat angidrid bilan kaliy karbonat tozalash jarayoni 2 bosqichda boradi. Birinchi bosqichda 20-nasos orqali 24-reaktorga kelib tushadi va ikkinchi bosqichda reaksiyaga kirishadi. 24-kompressordan chiqarib yuborilgan vodorod gazlari iste'molchiga ishlatilish uchun yuboriladi. Jarayon boshida bosimimiz 2,5-2,6 bo'ladigan bo'lsa, jarayondan so'ng sxemaning oxirida 1,6-1,8 ni tashkil qiladi.